Diqqatga ishlayapsiz. Yelkani o'rtasigami? Bu ishlayotganing to'g'ri-yu, no pastga tushganda уже nagruska yo'qoladi bizada. Ya'ni bu optimal emas. Ishlasang bo'ladi. Hozir men senga yelkani yana ham cho'zadigan, ya'ni pastga tushirganda ham nagruska yo'qolmaydigan uprajeniya ko'rsataman. Hammani zalida bor. Mana bunaqa crossover. Hozirgi paytda mana shu crossoverni yelkaga ishlashni ko'rsataman. Ya'ni o'rtasini maksimalni cho'zib, mana xivatni olamiz. Surib olamiz. Qo'lga ahamiyat beramiz mana. Qo'limni kirgizib oldim. Mana. Ketdim. Bitta qo'limni ushladim. Mana oyoq bu yoqda. Ko'pchilik o'ylaydi, mashaqqatchi chiqsa bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, buni yelkani maksimalni ko'tarish kerak tepaga mana. Maksimalni ko'tarib, mana tushdimmi? Uje menda pastda ham nagruska bor uje mana. Trus tortyapti chunki. Gantelda qilganimizda oyog'imizga yiqiladi, nagruska to'xtaydi. Mana bu yerda mana maksimalni ko'tardim. Tepada ham nagruska bor. Mana tushiryapman, pastda ham nagruska bor. Ya'ni trus tortyapti o'ziga. Gantelda qilganimizda unaqa bo'lmaydi. To'xtaydi pastda nagruska. Bizda mana mashchasida ham yelkani o'rtasi ishlaydi. Ya'ni cho'zilyapti yelkani o'rtasi. Mana tepaga ko'taramiz maksimalni olib kelamiz mana. Shunda ham tepaga ko'tarayotganda ham, ko'tarilayotganda ham, pastga kelayotganda ham yelkani o'rtasiga nagruska tushyapti. Gantelda bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni men gantelda ishlash noto'g'ri demoqchi emasman. Mana bunda effekti ko'proq. Ganteldan ko'ra bunda ishlab ko'rishsa, ko'rayotganlar bizani effektini sezishadi. Men balandlikni ko'rib olish kerak mana. Gurutni tegidan qo'yib olish kerak balandligini. Mana crossover balandligini shu yerdan ushlaymiz. Ketdik mana. Tepaga maksimalni pastga cho'zamiz. Yelkaga qaysi upражнение optimal, ya'ni effektivnirog'ini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada minus qoldiring.